shu ata-bobolarimiz suv getirgan, aziz deb aytilgan shu karni egasiman avariya holatlarida bize su tarmoqlarini nosozliklarni tuzatib yurtimizga suv bilan ta'minlab turibmiz. Shu üst kasbimdan faxrlanaman. Qishni qattiq sovuqlarında, tunlarda suv berib xalqimizga men shu ishimdan xursandman. Men suvchiman. Har kunlik dispetcherlik xizmatida aholidan ichimlik suv ta'minoti bilan bog'liq ko'plab murojaatlarni qabul qilaman. Gohida murojaatchilardan haqoratli so'zlarni eshitgan paytim ham bo'ladi. Agar yurtdoshlarimiz ishimizni naqadar mashaqqatliligini bilganda bunday so'zlarni so'zlamagan bo'lar edilar. Men suvchiman. Inson salomatligi iste'mol qiladigan suv sifatiga bevosita bog'liq. Shuning uchun ichimlik suv sifatini muntazam nazorat ostida tutaman. Men suvchiman. Aholi xonadonlarida ichimlik suvidan foydalanishlarini nazorat qilaman. Minglab xonadon egalari meni ochiq chehra bilan kutib olishadi. Afsuski, ayrim suvdan noqonuniy foydalanib kelayotgan odamlarning meni ko'rarga ko'zlari yo'q. Ular balki bugun nazoratchidan qocha olishar, ammo osmondagi odil nazoratchidan qocha olishmaydilar. Shuning uchun ertaga noqonuniy ishi uchun albatta qattiq pushaymon bo'ladilar.